Geometriyani ikkinchi darsini boshlayapmiz. Xo'p, birinchi mavzuda biz kesma, masofalar, burchaklar haqida gaplashdik. Burchakning turlari haqida gaplashdik. Bisektriisa nima ekanligini bildik. Endi bugun xudo xolisa o'shaki o'tgan darsda parallel to'g'ri chiziqlar haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tib ketuvdim. Bugun asosiy mavzumiz parallel to'g'ri chiziqlar bo'ladi va shunga doir misollar yechamiz. Kelinglar, men sizlarga birinchi mavzuga doir bir nechta savollar tushuntirmoqchi edim. O'zim rejalashtirib qo'ygan savollardan yana bir bor iloji bo'lsa ovoz haqida va ekran haqida yozsalaringiz yaxshi bo'lardi. Hammaga ovoz yaxshi eshitilyaptimi? Kelinglar, soat masalalari haqida gaplashamiz. Soat masalalari testlarda bir necha xil ko'rinishlarda kelishi mumkin-da. Birinchi o'rinda sizlarga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimdan biri har bitta strelka haqida alohida nima qiladigan bo'lsak, deylik soat mili 1 soatda necha gradusga buriladi? Shuni ahamiyat beringlar o'quvchilar. Soat mili har 12 soatda bir marta to'liq aylanib keladi, ya'ni 360 gradusga buriladi. Shu uchun 360 ni 12 ga bo'ladigan bo'lsam 30 gradus bo'ladi. Demak, soat mili xulosa 1 soatda 30 gradusga burilar ekan. Endi minut mili haqida aytadigan bo'lsam, minut mili ya'ni 1 soat 60 minutda 1 marta aylanib chiqadi. To'g'rimi o'quvchilar? 1 soatda demak soat minut mili necha gradusga burilar ekan? 360 gradusga buriladi. Shu yerda boshqacha savol beradigan bo'lsak, minut mili 1 soatda 360 gradusga buriladi. 1 minutda necha gradusga buriladi desa, 1 minutda 360 ni 60 ga bo'lsak 6 gradusga burilar ekan minut mili. Endi qaranglar, masalalarni ko'radigan bo'lsak, birinchi masalada deylik bizga savol berilgan soat mili 4 soat 20 minutda 4 soat 20 minutda necha gradusga buriladi? Soat mili 4 soat 20 minutda necha gradusga buriladi desa, ahamiyat beringlar, biz bu masalani mana bu yerda yechib qo'ydik. 1 soatda soat mili 30 gradusga burilsa, 4 soat 20 minutda necha gradusga buriladi deb savol berilgan. 30 ga ko'paytiramiz, bo'ldi. Demak, bu yerda 3 dan 1 bo'lsa 12 13 taqsim 3 ko'paytirilgan 30. 130 gradusga buriladi. Deylik, ikkinchi masalada minut mili 24 minutda necha gradusga buriladi? Necha gradusga buriladi? Xo'p, yaxshi. 24 minutda necha gradusga buriladi deb savol bergan. 24 ko'paytirilgan 6 144 gradus bo'lar ekan. Tushunarli bo'ldimi? Hammani esda qoldi? Xo'p, yaxshi. O'quvchilar, yaxshi. Diqqat bilan ahamiyat beringlar endi. Bugun xudo xolasa shu birinchi mavzuga doir agar nima qilsalaringiz, qo'l ko'tarib olsalaringiz, ma'qul desalaringiz, test olamiz, 20 talik test. Nima dedilaringiz?
Fikrlaringizni izohlarda qoldiringlar. Shunga qarab olish-olmaslikni hal qilsak bo'ladi. Vaqtini sizlarni vaqtlaringizdan kelib chiqqan holda nima qilamizda qo'yamiz. Yoki bo'lmasam ertaga ertalab olsam ham bo'ladi. Xuddi shunaqa vaqtda 6 da test boshlanadi, 1 soat vaqt bo'ladi, 7 da tugaydi. Nima dedilaringiz bo'ladimi? Parallel to'g'ri chiziqlardan bo'lmaydi savol, faqat birinchi mavzudan bo'ladi test. Yozib oringlar, fikrlaringizni kutyapman. Ekran, ovoz yaxshi eshitilyapti, hammasi yaxshimi? Ovozim yaxshi eshitilmayapti shekilli, ha? Yoki o'chib qoldimi? Fikr bildirmayapsizlar? Xo'p. Demak, o'quvchilar, ertaga xudo xolasa soat 6 da testga 1 soat vaqt bo'ladi. Birinchi mavzudan onlayn test olamiz, xudo xolasa. Tushundilaringiz, demak. Esdan chiqmasin. Xo'p, bu haqida kelishib oldik. 3-savolga o'tamiz. 3-savolimizda fikr shu yerga yoziladi. Bemalol yozsalaringiz bo'ladi mana shu guruhga. Mana shu chat guruhda bemalol savollaringizni ham yoki bo'lmasam birorta misol tushunmagan bo'lsalaringiz qo'l ko'tarib yuborsalaringiz, unga ham shu yerda men ko'rib turibman, izoh berib ketaman. Xo'p, demak, qaranglar, yana bir xil savollar kelyapti hozir. Diqqat bilan ahamiyat bersalar, shu haqida tushuntiraman. Deylik deydi, soat mana shu soat bo'lsa, deylik soat hozir 5 dan 30 minut o'tgan. Tasavvur qiling, yo'q 5:30 demaylik. Bir g'alatiroq sonni aytaylik. Deylik 7:43 bo'lsin. Tushundilaringiz, 7:43. Yoki qisqaradigan son aytsak ham bo'ladi. Deylik 7:45 bo'lsin, 40 bo'lsin. 7:40 soat. Ertalabki kechqurungi bachkana savollarni bermanglar. Soat 7:40. Birinchi savolda aytadi, soat va minut millar orasidagi burchakni toping deb savol beradi. Juda ham zo'r savol bu. Soat 7:40. Soat va minut millar orasidagi burchakni toping. Soat va minut millar orasidagi burchakni toping. Xo'p, qanday qilib topamiz? Soat va minut millar orasidagi burchakni toping desa, soat 7:40 bo'lsa, taxminiy strelkalarni qo'yib olaylik, o'quvchilar. 7:40 bo'lsa, deylik 6 mana shu yerda bo'lsa, 7 mana shu yerda bo'lsa, 8 shu yerda bo'lsa, soat strelkasi qariyb 8 ga yaqinlashgan bo'ladi. Soat strelkasi. Sal kengroq olganimiz ma'qul shekilli. 7 mana bu yerda bo'lsin. 8 primerni mana shu yerda bo'lsin. Mana bu soat strelkasi. Mana bu bo'lsa minut strelkasi. Minut strelkasi aniq nimani ustida bo'ladi? 8 ning ustida bo'ladi. Soat strelkasi 8 ga qarab yaqinlashayotgan bo'ladi. Diqqat bilan eshitinglar. Mana bu yerda bizga 12 ham kerak. 12 dan boshlab hisoblaganda soat mili qancha vaqt harakat qilgan? 12 dan boshlab hisoblaganda, diqqat qilinglar. 12 dan boshlab hisoblaganda soat mili ertalabmi, kech obeddagi 12 danmi farqi yo'q. To 7:40 gacha necha soat harakat qilgan? Soat mili 12 dan boshlab hisoblaganimizda 7:40 gacha 7 soat 40 minut harakat qilgan. To'g'rimi? Demak, uni
общий burish qancha gradusga burilganini topsa bo'ladi. 7,60 dan 40 ko'paytirilgan 30. Hisoblasak 7,3 dan 2 ko'paytirilgan 30 21, 23, 230 gradus chiqadi. Soat mili demak bildik necha gradusga burilgan ekan? 230 gradusga burilgan ekan. Minut mili har minutda 6 gradusga buriladi deganidek, mana bu yerda shundan 40 minut harakat qilgan. 12 dan boshlab hisoblaganda 40 minut harakat qilgan. Demak 40 minutda necha gradusga buriladi? 40 ko'paytirilgan 6 240 gradusga burilgan. Kelinglar mana shuni chizmada ko'rsataman. Mana bu burchagimiz 240 gradus. Ko'rdlaringiz o'quvchilar. Endi yana bitta burchakni chizaman. Mana bu burchagimiz bo'lsa 230 gradus. Demak, ko'rinib turibdiki, biz mana shu burchakni topishimiz kerak. U burchakni topish uchun 240 dan 230 ayriladi, alfa teng 10 gradus chiqadi. Tushunarli bo'ldimi? Hammani esda qoldi? Yaxshi. Yana bitta soatga doir misol tushuntiraman. Diqqat qilinglar. Yana bitta savol tushuntiraman. Bu hali biz birinchi mavzuga doir misollar yechyapmiz. Parallel to'g'ri chiziqlarga doir hali misollarni o'tmadik. Bitta test yechib beraman, xudo xolasa. Parallel to'g'ri chiziqlarga doir hozir birinchi mavzuga doir testlarni yaxshilab tushunib tugatib olaylik. Soat misollarini, soat masalalarini to'liq tushunishlaringiz uchun astoydil harakat qilyapman. Masalada quyidagicha masala berilgan. Qaranglar. Masalan, shartida nima deyilgan? Diqqat bilan ahamiyat berib eshitinglar. Soat hozir 5. Soat 5:00. Necha soatdan keyin, necha soatdan so'ng minut mili soat milini yetib oladi. Soat milini quvib o'tadi. Soat 5:00. Diqqat bilan ahamiyat berib eshitinglar. Mana 12 ni ustida turibdi. 12 ni ustida turibdi. Soat nechi dedik? 5 dedik, to'g'rimi? Soat strelkasi 5 ni ro'parasida bo'ladi. 5 ni to'g'risida bo'ladi. Minut strelkasi bo'lsa 12 ni ustida bo'ladi, to'g'rimi o'quvchilar? 12 ni ustida bo'ladi. Xo'p. Hozir bu yerda hammamiz ko'rib turibmiz, soat mili oldinda. Soat mili necha gradus oldinda ekanligini bemalol topa olamiz. 5 soat harakatlangan, 12 dan boshlab hisoblaganda 5 ni 30 ga ko'paytirsak 150 gradus. Endi qaranglar, shu yerda men sizlarga tushuntirib ketaman. Diqqat bilan ahamiyat berib eshitinglar. Mana soat mili har soatda necha gradusga buriladi? 30 gradusga. Minut mili har soatda necha gradusga buriladi? 360 gradusga. Endi mana shular tezliklari hisoblanadi. Soat milini tezligi 30 gradus. Har soatda 30 gradusga qochadi. Minut milining tezligi bo'lsa, minut milining tezligi 360 gradus. Xo'p, yaxshi. Endi qaranglar. Ular orasidagi burchak 150 gradus ekan. Kelinglar, mana buni men sizlarga oddiy boshqacha chizmada tushuntiraman. Harakatga doir masala deb faraz qilamiz. Mana bu yerda soat turibdi, soat strelkasi, mana bu yerda minut strelkasi turibdi. Ular orasidagi masofa 150 gradus. Bu qochadi 30 bilan, V1 tezlik bilan. Bu uni orqasidan quvadi V2 tezlik bilan. Mana buni tezligi V2, buni tezligi V1. Diqqat qilinglar, bundan oson tushuntirish iloji yo'q. T soatdan keyin yetib oldi. Mana T soatda mana shu yerga keladi. Bu V1 ko'paytirilgan T masofani o'tadi. Bu T soatda buni quvib o'tdi. Quvib yetib oldi. V2T masofani o'tadi. Ahamiyat beringlar. V2T nimaga teng bo'ladi? 150 plus mana bu masofaga. V2T teng 150 plus V1T ga.
T2 ni o'rniga qo'yamiz. 360t teng 150 plus 30t ga. Bu yerdan t ni topib oladigan bo'lsam, 150 taqsim 330. 5 taqsim 11 soatdan keyin birinchi marta quvib yetadi. Taxminan 27 minutdan keyin soat strelkasi, minut strelkasi soat strelkasini quvib yetib oladi. O'tib ketadi, yetib oladi birinchi marta. Tushundilaringiz demak. Xo'p, testlarda ertaga kimdir milliy sertifikat topshirmoqchi bo'lsa, mana shunaqa savollar kelib qolsa, har doim mana shu ko'rinishdagi chizma chizib yechsalaringiz ancha ishlaringiz osonlashadi va tushunib yechib olasizlar. Xato qilmaslikka ham shu usullarda yechsalaringiz kafolatlanadi. Xo'p, yaxshi. Kelinglar, mana shu yerda parallel to'g'ri chiziqlar haqida yana bir eslab ketamiz. Qaranglar. Endi menimcha bu xarakter bo'lsa kerak. Men deyarli ko'p mavzularda umuman o'quvchiga formula yodlatmayman. Ayniqsa shu geometrik masalalarda, bo'lmasam parallel to'g'ri chiziqlarga doir misollar yechilayotganda ham rosa formulalar ko'p. Umuman sizlarga formula yodlatmayman. Parallel to'g'ri chiziqlar o'tkazib, qo'shimcha chiziqlar o'tkazib yechishlarni o'rgataman. Hozir mana misol uchun 20 shu mavzuga doir 20 ta test ko'rib chiqsak, xudo xolasa ancha yaxshi tushunib olasizlar mavzuni va bemalol misol yechadigan bo'lasizlar. Demak, qaranglar. Ikkita parallel to'g'ri chiziqni uchinchi to'g'ri chiziq bilan kesganimizda hosil bo'lgan ichki almashinuvchi burchaklar o'zaro teng. Deylik, mana bu alfa bo'lsa, mana bu ham alfa. Mana bu yer beta bo'lsa, bu yer ham beta. Ichki almashinuvchi burchaklar o'zaro teng. Ichki bir tomonli burchaklarimiz yig'indisi 180 gradusga teng. Esdan chiqarmanglar. Parallel to'g'ri chiziqlar haqida boshqa hech qanaqa gap yo'q. Bor gaplarni endi misollar davomida ko'ramiz. O'quvchilar, birinchi mavzuni yanada yaxshiroq ishlab chiqinglar. Savollaringiz bo'lsa, chat guruhda bemalol yozsalaringiz bo'ladi. Kelishdik demak. Parallel to'g'ri chiziqlar haqida hozircha biz bilishimiz kerak bo'lgan asosiy gaplar shular. Yaxshi, endi kelinglar mavzuga kiraylik. Mavzuda nimalar berilgan parallel to'g'ri chiziqlarga doir? Ekranda muammolar bo'lmayaptimi? Hammaga yaxshi ko'rinyaptimi? Yaxshi. Uxlab qolmayapsizlarmi? Zo'r misollar bor ekan parallel to'g'ri chiziqlarga doir. Astoydil eshitib tursalaringiz, yaxshiroq tushuntirishga harakat qilaman. Diqqatlaringizni bitta joyga jamlab, yaxshilab eshitib turinglar. Demak, parallel to'g'ri chiziqlarga doir hozir bitta test yechamiz. Mana parallel to'g'ri chiziqlarga doir testimiz. Hammaga ekran yaxshi ko'rinyapti. Yana bir izohlarda plus minus qoldirib olsalaringiz. Hammaga ko'rinyaptimi ekran? O'zi necha kishi faol bo'lyapti? Xo'p, yaxshi. Yaxshi. Demak, davom etamiz. Testni boshlaymiz. Ahamiyat beringlar o'quvchilar. Mana shu testimizni tahlil qilib chiqamiz. Diqqat bilan eshitinglar. Xo'p. Aytyaptiki, alfa va beta parallel bo'lsa, x ni toping degan. Qaranglar. Mana shu chiziqni davom ettirsam,
mana shu chiziqni davom ettirsam, mana bu yeri 60 gradus bo'lsa, ichki almashinuvchiligidan mana bu yeri ham nima bo'lardi? 60 gradus bo'lar edi. Endi yoyiq burchak kattaligidan 60 plus x plus 40 nimaga teng bo'lardi? 60 plus x plus 40 180 gradusga teng bo'lar edi. X ni topsak 80 gradus ekan. Misolimiz javob 80 gradus. Tushunarli bo'ldimi? Birinchi savolimiz shundan iborat. Negadir bu 1 dan boshlanmagan shekilli. Yoki menga xato ko'rinyapti. Hozir to'xtanglar, 1 daqiqa. Asosiy test kitobdan. Ha, tushundim. Mana birinchi test. Xo'p. Qaranglar. Birinchi testda alfa va beta bir-biriga parallel bo'lsa, x ni topishimiz kerak. Mana bu burchaklar qanaqa burchaklar edi? Mana bu burchak bilan bu burchak hozir o'rgatdim. Qanaqa burchak edi? Ichki almashinuvchi. X plus 20 teng bo'ladi 3x minus 20 ga. Xo'p. 2x teng 40, x teng 20 gradus. Bizdan x ni top degan 20 gradus chiqadi. Keyingisida A va B to'g'ri chiziqlar parallel bo'lsa, beta minus alfani toping deb savol bergan. Mana bu yeri 48 gradus bo'lsa, bu yeri ham keladida 48 gradus bo'ladi. Yoyiq burchak kattaligidan beta plus 48 180 gradusga teng. Betani topsak 132 gradus bo'ladi. Bizdan beta minus alfani so'ragan. 132 minus 48 4 8 84 gradus. Keyingi savolimiz javobi ham B bo'ladi. Endi mana bu savolni qaranglar. Alfa 1 bilan mana bu chiziq bilan bu chiziq parallel, beta 1 bilan beta 2 parallel. Qaranglar o'quvchilar, biz sekin shu chiziqlarni davom ettiramiz. Mana endi nima hosil bo'ldi? Parallel to'g'ri chiziqlar endi bemalol yaxshi ko'rsa bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Qaranglar. Agar mana bu chiziq bilan bu chiziq parallel bo'lsa, demak bu yerda teng bo'ladi mana bu burchaklar. Mana bu teng bo'ladi. Bu bilan bu ichki almashinuvchiligidan teng, vertikalligidan teng, bu bilan bu ichki almashinuvchiligidan teng. Shundan o'quvchilar mana bu burchagimiz 2x minus 10 bo'ladi. Xo'p, mana bu burchagimiz ham mana bu chiziq bilan bu chiziq parallelligidan bu burchagimiz ham 3x minus 10 bo'ladi. Endi mana shu ikkalasini yig'indisi yoyiq burchak kattaligi qo'shni burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng edi. 5x teng 200 ga x ni topsak 40 gradus chiqadi. Tushunarli bo'ldimi? Yana bir marta tushuntirishga harakat qilaman o'quvchilar. Ichki almashinuvchi va vertikal burchaklar tengligidan foydalanyapman. Mana bu yer 2x minus 10 bo'lsa, mana bu yer ham 2x minus 10. Mana bu yer 3x minus 10 bo'lsa, keladida mana bu yer ham 3x minus 10. Qanaqa qilib kelganini hozir mana tushuntirib qo'ydim. Qo'shni burchaklardan foydalandim. Misolimiz javobi kelib chiqdi. Xo'p, davom etamiz yana. Ikki parallel to'g'ri chiziqni uchinchi to'g'ri chiziq bilan kesganda hosil bo'lgan ichki bir tomonli burchaklar ayirmasi, ya'ni mana ikkita parallel to'g'ri chiziqni kesganda hosil bo'lgan ichki bir tomonli burchaklar ayirmasi bu alfa, bu beta. Alfa minus beta 80 gradusga teng. Bizda alfa plus beta 180 gradusga teng. Qo'shib olsak 2 alfa teng
260 ga alfa teng 130 gradus. Beta teng 50 gradus. Burchaklardan kichigini toping 50 gradus. Tepadagi savol javobini belgilamabmiz. X ni toping degan 40 gradus. C javob bo'ladi. Keyingi savolga o'tamiz. 5-savolimiz ham qiziq savol. Diqqat qilinglar. Agar deyapti D1 bilan D2 parallel bo'lsa, ya'ni mana bu chiziq bilan mana bu chiziq parallel ekan. Va bu chiziq bilan bu chiziq parallel ekan. Xo'p, yaxshi. Endi parallel mana bu D3 bilan D4 parallelligidan mana bu keladida, mana bu burchagimiz ham 2x minus 30 gradus bo'ladi. Endi mana buni davom ettirsam va mana bu ko'rinishda davom ettirsam, 2x minus 30 ni alfa desam, mana bu yeri ham ichki almashinuvchiligidan keladida, bu ham alfa bo'ladi. Shundan bundan kelib chiqadi 2x minus 30 bilan tenglashadi x plus 10. X teng 40 gradus. X ning qiymatini toping degan B javob bo'ladi. Demak, tushunarli bo'ldi. 5 ta testimiz ham. Keyingi testga o'tamiz. 6-testimizda savolda boya tushuntirdim buni. Bu yerda mana bu 60 gradus bo'ladi. Parallelligidan qo'shni burchaklar yig'indisidan 80 gradus chiqadi. Javob C bo'ladi. Ikki parallel to'g'ri chiziqni 3-to'g'ri chiziq kesishidan hosil bo'lgan mos burchaklar yig'indisi 140 gradusga teng. Ikki parallel to'g'ri chiziqni 3-to'g'ri chiziq bilan chiziq kesishidan hosil bo'lgan burchaklar yig'indisi ikki parallel to'g'ri chiziqni 3-to'g'ri chiziq bilan kesganda bu burchaklarni toping deb savol bergan. Xo'p, qaranglar. Mos burchaklar deyapti. Xo'p. Endi bu yerda hozir parallel to'g'ri chiziqlardan necha edi misolimiz nimasi? Parallel to'g'ri chiziqlar birinchi test. Mos burchaklar deb aytyapti. Mos burchaklar mana bu alfa, bu alfa. Alfa plus alfa 140 ga teng ekan. Alfani topsak 70 gradus chiqadi. Mos burchaklar desa, hech qachon mana bu alfa bilan betani yig'indisi 140 bo'la olmaydi, chunki bu ichki bir tomonli burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng edi. Hozir bizda aytayaptiki, mos burchaklar yig'indisi 140 gradusga teng degan. Shuning uchun ham biz ikkalasini ham teng deb olishga majburmiz. 70 dan bo'ladi. Keyingi savolda ichki bir tomonli burchaklar yig'indisi eslasalaringiz 180 gradusga teng edi. Bu yerda aytayaptiki, ayirmasi 40 ga teng. Yoniga yozamiz, yig'indisi 180 ga teng. Shu sistemani yechsak 2 beta teng bo'ladi 220 ga. Betani topib oladigan bo'lsak 110 gradus chiqadi. Bu yerdan alfani topib oladigan bo'lsak 110 dan 40 ayrilsa 70 gradus chiqadi. Bizdan alfani toping degan. Alfamiz 70 gradus chiqdi. C javob. Ikki parallel to'g'ri chiziqni 3-to'g'ri chiziq bilan kesishdan hosil bo'lgan ichki almashinuvchi burchaklar yig'indisi 68 gradus. 34 gradusdan bo'ladi o'quvchilar. Ichki almashinuvchi burchaklar yig'indisi deyapti. Ichki almashinuvchi burchaklar o'zaro teng bo'ladi. 2 alfa teng 68 ga, alfa teng 34 gradus. Burchaklarni toping degan oson savollar berilgan ekan. Javob C. Keyingi savolda
Diqqat bilan ahamiyat berib eshitinglar. D1 bilan D2 parallel bo'lsa, 50 bilan alfani yig'indisi nimani berardi? 180 ni berardi. Chunki ichki bir tomonli burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng edi-ku. 130 gradus. 70 bilan betaning yig'indisi ham 180 gradusga teng. Betani topib oladigan bo'lsam 110 gradus bo'ladi. Demak, alfa plus betani so'ragan, qo'shsak 240 gradus. Javob D bo'lar ekan. Xo'p, demak, 10-testimiz ham ketdi. Keyingi savollarga qaranglar. Ajoyib savollar, parallel to'g'ri o'tkazib yechiladigan qiziq savollarga kelyapmiz. Demak, ahamiyat beryapsizlar, ha? Davom etamiz o'quvchilar. Ovoz, ekran haqida fikrlaringizni yozib olsalar juda yaxshi bo'lardi. Xo'p, qaranglar. Bizda mana shu chizma berilgan va x ni toping deb savol berilgan. Mana shu chizmada berilgan va x ni toping degan. Xo'p, yaxshi. Demak, ekran ham ko'rinayotgan ekan, diqqat qiling. Mana bu chiziqni ham davom ettiradigan bo'lsak, xo'p, bu chiziqni ham davom ettirganimizda diqqat qilinglar. Mana burchagimiz alfa bo'lsa, ichki almashinuvchiligidan bu ham alfa bo'ladi. Shundan x plus 60 teng bo'ladi 3x minus 40 ga. 2x teng 100 ga, x ni topsak 50 gradus bo'ladi. Bizdan x ni toping degan javob C bo'ladi. Xo'p, 12-savolga o'tamiz. 12-savolda misol shartida mana shu chizma berilgan, x ni topishimiz kerak. Diqqat bilan ahamiyat berib eshitinglar. A va B parallel to'g'ri chiziq ekan. Mana shu bukilgan qismiga bitta parallel to'g'ri chiziq o'tkazaman. A va B ga parallel bitta 3-chi parallel to'g'ri chiziqni o'tkazaman. Qarab turinglar. Juda ham oson bo'lib qoladi hozir. Mana bu yer 50 bo'lsa, ichki almashinuvchiligidan bu yer ham 50 bo'ladi. Mana bu yer x bo'lsa, ichki almashinuvchiligidan bu yer ham x bo'ladi. O'z boshida bu mana shu ko'rsatgan burchagimiz, ya'ni 50 plus x nechiga teng edi? 70 ga teng edi. Shundan x ni topadigan bo'lsam, 20 gradus chiqadi. To'g'rimi o'quvchilar? Mana shu burchagimiz 70 gradusga teng edi. Mana shu yerda berilgan mana burchagimiz 70 gradusga teng. Shuni 50 plus x deb ifodalab oldim. 20 gradus bo'ladi. Mana shunaqa qo'shimcha chiziqlar o'tkazib yetsalaringiz hech qanaqa muammolarga duch kelmaysizlar. Xo'p, yana davom etamiz. Hammasi yaxshi deb umid qilaman. Ekran ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Davom etamiz o'quvchilar. 13-savolga keldik. Ikki parallel to'g'ri chiziqni 3-chi to'g'ri chiziq bilan kesilganda hosil bo'lgan ichki bir tomonli burchaklar, yig'in burchaklar shu bo'lsa, shu burchaklardan kichigini toping. Demak, mana bu bilan bu ichki bir tomonli burchak ekan. Ichki bir tomonli burchaklar yig'indisi tushuntiruvdim. 180 gradusga teng. 5x 30 yoqqa ayirish bo'lib o'tadi. 150 x ni topsak 30 gradus. Kichigini top degan. Har bittasini topishga majburmiz. 60 70 gradus. Ikkinchisi bo'lsa 3x plus 20. Aniq u katta bo'ladi. U 110 gradus. Demak, kichigini toping degan 70 gradus chiqdi. Mana bu yerda 20 gradus B javob. Keyingi testga o'tamiz. A va B parallel to'g'ri chiziqlar bo'lsa, ikki alfa plus betani toping. Mana bu bilan bu ichki almashinuvchiligidan alfa 35 gradus. Mana bu bilan bu ichki almashinuvchiligidan beta 50 gradus. Bo'ldi o'quvchilar. Bizdan 2 alfa degan 2 kara 35 plus beta 50. 120 gradus. Javob C. 15-savolga o'tamiz. 15-savolda aytayapti. Berilganlarga ko'ra x ni toping deb savol bergan. Yaxshi. Mana bu chiziq bilan bu chiziq parallel bo'lsa, mana bu yer x bo'lsa, ichki almashinuvchiligidan bu yer ham x. Mana shu yerda ikkita qo'shni burchak hosil bo'lyapti. Mana chizib ham ko'rsatdim. Qo'shni burchaklar yig'indisi nimani berardi? 180 gradusni berardi.
X teng 70 gradus. Bizdan x ni top degan 70 gradus. Javob A bo'lar ekan. Hammaga tushunarli deb o'ylayman va yana davom etamiz. Keyingi testimizga o'tamiz. Ajoyib testlar kelyapti. Demak, diqqat qiling. Endi bu yerda qiyin savollar berilmagan ekan. Lekin mavzuda juda zo'r savollar berilgan. Hozir test yechib bo'lgandan keyin mavzuga qaytib, mavzudan ham bitta qiyin chizmali savollardan tushuntiraman. Demak, alfa va beta parallel chiziqlar ekan. Yaxshi. Demak, mana shu burchagimiz 120 gradus bo'lsa, ichki almashinuvchiligidan mana bu yeri ham 120 gradus bo'ladi. Vertikalligidan mana bu burchagimiz ham 120 bo'ladi. 90 mana bu edi. Bu 90 perpendikulyarligini bildiradi. 90 plus x teng 120 ga x ni topsak 30 gradus. Misolimiz javobi 30 gradus ekan. Tushunarli bo'ldimi? 16-savolimiz javobi 30 gradus chiqar ekan. Ikki parallel to'g'ri chiziqni 3-to'g'ri chiziq bilan kesganda hosil bo'lgan burchaklardan eng kattasi va eng kichigining ayirmasi 20 gradusga teng. Bu yerda o'zi ikkita burchak hosil bo'ladi. Eng kattasi mana bu, eng kichigi mana bu. Beta minus alfa 20 gradusga teng. O'zi aslida ichki burchaklar yig'indisi, ichki bir tomonli burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng edi. Bu burchaklardan kichigini toping deb savol bergan. Bizdan alfani toping degan. Demak, pastdan tepani ayirib yuborsak 2 alfa teng 160 ga alfani topsak 80 gradus. Javobimiz B bo'lar ekan. Keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savolda D1 bilan D2 parallel bo'lsa, D1 bilan D2 parallel bo'lsa, biz alfani topishimiz kerak ekan. Ahamiyat bering, mana bu yeri nima edi? Bisektrissaligidan mana bu teng deyapti. Shuning uchun bu ham alfa bo'ladi. Demak, mana bu burchak 2 alfa bo'lsa, ichki almashinuvchiligidan bu yeri ham 2 alfa bo'ladi. Vertikalligidan mana bu yeri ham 2 alfa bo'ladi. Qaranglar, qo'shni burchak hosil bo'ldi. Ikkita qo'shni burchak. 112 plus 2 alfa 180 gradusga teng. 2 alfa teng 68 ga, alfa teng 34 gradus. Javob C. 19-savolga keldi. Ikki parallel to'g'ri 3-to'g'ri chiziq bilan kesganda hosil bo'lgan ichki bir tomonli burchaklarning nisbati 2/7 bo'lsa, demak, birinchisi 2x ekan, ikkinchisi 7x ekan. Yig'indisi 9x teng 180 ga. Atayin chizmasini chizib ko'rsatmadim o'quvchilar. Ichki bir tomonli burchaklar endi nima ekanligini bildilaringiz-ku, 20 gradus. Kattasini toping degan 140 gradus. Javob D bo'lar ekan. Keyingi savolimizda qaranglar, bu yerda mana bu alfa bo'lsa, bu yeri ham alfa bo'ladi. Ichki almashinuvchiligidan bu yeri ham alfa. Alfa plus beta bizda nimaga teng? 180 gradusga teng. Xo'p, bundan alfa plus beta 180 gradusga teng bo'lsa, beta deyapti, 3 alfaga teng degan. Beta 3 alfaga teng. Xo'p, yaxshi. 4 alfa teng 180 ga, alfani topsak 45 gradus. Betani topsak 135 gradus. Mana bu ifodani qiymatini top degan. Alfa 45 gradus taqsim 3. Betamiz bizda 9. Mana bu ham 15. Bu ham 15. Qo'shsak 30 gradus. Demak, o'quvchilar ahamiyat bergan bo'lsalaringiz, parallel to'g'ri chiziqlarga doir 20 ta testni tahlilini tugatdik. Yana keyingi nimada ham 20 ta test tahlili berilgan. 20 ta test berilgan. Xo'p, bunga doir ham savollar tushuntirsam bo'ladi. Endi keyingi darsda xudo xolasa bunga doir savollarni tushuntiraman. Hozir men mavzuga qaytib, mavzudan bir nechta sizlarga misollar yechib tushuntiraman xudo xolasa. Xo'p, kitobimiz mana shu edi. Yo'q, kitobimiz mana bu edi. Parallel to'g'ri chiziqlarga doir har xil allambalo chizmalar berilgan bor-ku. Deylik. Qaranglar. Lekin o'quvchilar yechgan sari savollar ko'payadi-ku.
chat guruhga yozib savollaringizni so'ranglar. Bitta emas, bir nechta ustoz chat guruhda bor. Bemalol uyalmasdan, hijolat bo'lmasdan savollaringizni so'rasalaringiz bo'ladi. Bitta maqolam bor edi-ku. Shu maqolani eslatib o'tirmay, hazil hammasi o'z yo'liga, savollaringizni so'rashlaringiz kerak. Mavzuni yaxshi o'rganish uchun uyalmasdan savollarni so'rab o'rganish kerak. Xo'p, qaranglar o'quvchilar. Bu yerda deylik 25-savolni ko'radigan bo'lsak, boya men sizlarga shunaqa bitta savol keldi. Shuni nima qildim? Mana shu nuqtaga L1 va L2 ga parallel bitta chiziq o'tkazamiz. Mana o'quvchilar. Endi parallel chiziq o'tkazganimizdan keyin mana bu yeri bilan bu teng. Buni alfa deymiz. Alfamiz 2x + 10 ga teng. Demak, bu bilan bu ichki almashinuvchiligidan bu yeri alfa ga teng. Mana buni beta deyman. Ichki almashinuvchiligidan bu yeri beta. Betamiz x + 40 ga teng. Alfa bilan betaning yig'indisi 4x + 20 ga teng ekan. Demak, 2x + 10 plus x + 40 teng ekan 4x + 20 ga. Men bunga buni qo'shaman. 50 20 ni ayiraman 30. 4x mana bu 3x bo'ladi. Ayirsam x qoladi. Ximiz 30 gradus ekan. Tushunarli bo'ldimi? Umumiy qoida. Har doim shunaqa savollar kelgan vaqtida qo'shimcha chiziqlar o'tkazib yechsalaringiz xato bo'lmaydi. Endi mana bu misollarga o'xshagan misollarni ko'pchilik ustozlar formulasini yodlatib, formula bilan tushuntiradi. Kelinglar, men umuman formula haqida nima qilmayman. O'zi vajni formulalar bor, yodlanadigan formulalar, lekin bularga formula shart emas. Mana shu chiziqni davom ettiramiz. Bu chiziqni ham davom ettiramiz. Va mana shu nuqtadan bitta parallel to'g'ri chiziq o'tkazamiz. Endi parallel to'g'ri chiziq o'tkazganimdan keyin mana bu qo'shni burchak bo'lganligi uchun 80, demak bu bilan bu ichki almashinuvchiligidan mana bu yeri ham 80 bo'ladi. Mana bu yeri qo'shni burchagi 60 gradus, bu bilan bu ichki almashinuvchiligidan bu yeri 60. Alfamiz ikkalasining yig'indisiga teng, 60 + 80. 140 gradus. Formulasi nima desalaringiz, mana shu uchalasining yig'indisi 360 gradusga teng deb yechsalaringiz ham bo'ladi. Uchalasining yig'indisini 360 gradusga tenglashtirirsalaringiz x teng 140 gradus chiqadi. Mana bunda ham shunaqa uchalasining yig'indisini 360 ga tenglashtirib yechasizlar bo'ldi. Lekin men sizlarga yana aytayapman, formula yodlamanglar. Formula yodlamasdan ham bemalol yechsa bo'ladi, qo'shni burchaklardan foydalanib. Xo'p, endi boshqacha tipdagi savollarga keladigan bo'lsak, deylik, mana shu chizmalardan birortasini ko'radigan bo'lsak, 34-savolni qaranglar. 34-savolda alfani topishimiz kerak ekan. Mana shu chiziqni davom ettiramiz va mana bu chiziqni ham davom ettiramiz. Mana bu yeri 70 gradus bo'lsa, ichki almashinuvchiligidan keladi. Mana bu yeri ham 70 gradus. Mana bu yeri 70 hosil bo'ladi shunda, 70. Sal chizma chiroyli chiqmadi. 50 + 70 + uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi, ya'ni mana bu ko'rinishdagi shakl hosil bo'lyapti-da bizda. Mana bu alfani toping deb so'ragan. Mana bu yerini 70 degan, mana bu yeri 50. Qo'shsak 120, 180 chiqish uchun bu yeri 60. Mana bu ikkita qo'shni burchak yig'indisi. Qo'shni burchak yig'indisi nima bo'lish kerak? 180 bo'lish kerak. Shunda alfa teng 180 - 60. Alfa teng 120 gradus bo'ladi. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Xo'p, o'quvchilar, parallel to'g'ri chiziqlarni astoydil yechamiz. Birorta ham qoldirmasdan yechamiz. Savollaringiz bo'lsa, keyingi darsda muhokama qilamiz. Ancha qiyin savollar bor. Ko'ryapsizlarmi chizmalarni? Bemalol guruhda
mana shu chat guruhda so'rasalaringiz bo'ladi, toki mavzuni tugatgunlaringizcha yoki mavzuni tugatib bitta qilib so'rasalaringiz ham bo'ladi. Demak, kelishdik o'quvchilar. Ertaga Xudo xolasa 6:00 da kanalda birinchi mavzuga doir test bo'ladi. Testga roppa rosa 1 soat vaqt, ya'ni soat 6 dan 7 gacha vaqt. Hamma qatnashishi shart. Qatnashib natijalaringizni bilib olasizlar. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p. Parallel to'g'risizliklar haqida yetarlicha gaplashdik deb o'ylayman. Salomat bo'linglar. Agar kimdadir savol bo'lsa, yana aytyapman, chat guruhga bemalol yozsalaringiz bo'ladi.